Haydab kelin. Men keldim. Chet el konsertim zo'r o'tdi. Ey, yaxshi kelding. Xotin qasam bagasiz kelib keldi. Artist ketdi. Yaxshi keldingiz. Bu qayerdan keldingiz? Voy, qadamlaringiz qutlug' bo'lsin. Aka, kinoning prosesini tekshirib olmadingizmi? Nima deysan? Singiljon, bu odatda odat. Ishlayman buni. Aka, konsertdan zo'r pul ishlab keldim. Qani olib yoqqa. 100 dollar yetti palakat. Berish kerak edi, meni haqqimda. Halatdan qotib qolmaylar. Hozir shashilab qo'yib yuboraman. Ungacha shundan gilamni qo'shniga olib chiqib beryapman. Mayli, deya. Kalta qo'y arodan qolmabdi-yu. Menga qara, sen bu godingga ishonmagansan, osmon qo'lingni biz tashlab. Tashvoraman. Xotim ham gilamni ushlab tur, shundan shochasini olib chiqib oling. Siz topolmaysiz, o'zim topib beraman. Bo'lmasa qara. Menga qara. Osmon tashlab yubordingmi? Tashavordim. Voy, yana headshot qilib qo'ydimi? Boyda kasga kecha esimdan chiqibdi-yu. Men ham kiyib olay. Ki, o'lib ketasan, men gardam etar, ki. Hayotimda kaska saqlab qoldi, jiya. Keling 100 dollari boshing yegani hisobga olmasang, konsertdan yaxshi pul topibsan. Keyin konsertim Rossiyada o'ttiram, zo'r pul ishlab kelaman. Menga qara. Sen unaqa yo'yinda katta puldan olib yurmagin. Undan ko'rasi Mixent ilovasi orqali Rossiyadan O'zbekistondagi barcha bank kartalariga hamda naqd pul ko'rinishida pul yuborishing bo'ladi. Hozirda Mixentda 15-noyabrgacha Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborib, aksiyadagi Damas mashinasini hamda qimmatbaho sovg'alar yutib olsang bo'ladi. Nima chiqmaydi? Jinroq. Ketdi. Ya. To'g'ri, nega kaskingiz yechasiz? Bu uyga bekor kelin bo'pman. Mendan boshqa hammasi palakat ekan.